Assalomu alaykum. Ha, Biz Bandixon tuman Paxtakor mahallasida joylashgan bir kontur bir mahsulot bo'yicha ekin ekiladigan maydonimizga keldik. Mana bu dalamizda uzunligi 660 metrgacha, kengligi 310 metrgacha cho'zilgan. Bu yer maydonimizda asosan ko'kat ekinlari ekilgan edi. Hozirda ko'kat ekinlari yig'ishtirib olindi deyarli. Hozir mana ozroq ko'kat ekinlarimiz bor. Uni urug'ini olish uchun vaqt kutib turibmiz va boshqa tozalangan yer maydonlariga ekin ekish, ikkinchi ekin, takroriy ekinlar ekila boshlandi. Asosan mosh va poliz ekinlari ekilmoqda. Xudo xolasa qolgan joylari ham bu ko'katlar ham olingandan keyin to'liq ekinlar ekiladi. Hozir ekinlar ekish uchun tayyorlanmoqda. Mana dalamiz kengligi. Bu tomonda qishloq xo'jalik uylari bor. Xo'sh.